bir yoqadan bosh chiqaradigan, xalqi uchun, qishlog'i uchun jonini kuydirib, nima xizmat bo'lsa biz tayyormiz deb turadigan yosh u katta hammalari shunday bir fikrdalar. Ilohim xuddi shu tushuncha qishloqqa, xalqqa, vatanga bo'lgan muhabbatimizni Xudoy taolo qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizni hammasiga o'zi nasib etgan bo'lsin. Ilm dargohi bu maktab. Inson borki, maktabga keladi va bu joydan savodini chiqadi. Maktab so'zi o'zi ham arabcha so'z bo'lib, o'zbekchaga tarjima qilganda kataba yaktub maktubun degan, ya'ni yozadigan, ilm o'rganadigan maskan, joy degan ma'noni bildiradi. Mana shu joyda o'tirgan qaranglar, o yosh bolalarni ko'rib ko'zimiz quvonyapti. Biz ham shunaqa davrni boshimizdan o'tkazganmiz. Va bu joyda o'tirgan mana yoshi katta oqsoqollarimiz ham ayni shu joylarda ilm o'rganib, ta'lim o'rganib, xalqqa ko'p xizmat qiladigan yetuk insonlar yetib chiqadigan joy maktab. Endi shu maktabni mana bu stadionni qurishlikda yana yoshlarning g'ayrati, shijoati bilan yutib olib, mana chiroyli qisqa muddatda bitibdi, chiroyli bo'lib bitibdi. Biz o'ylaymizki, albatta bu yoshlarimizga xizmat qiladi uzoq yillar. Sharoitlar Allohga shukr yildan yilga yaxshi bo'lib boryapti. Umid qilamizki, bu sharoitdan yoshlarimiz unumli foydalanib, kelajakda bu qishlog'imizni, yurtimizni dunyoga tanitadigan chiqadi degan umiddamiz. Alloh hammamizni o'sha kunlarga sog'likda, salomatlikda yetib borishimizni nasib qilsin. Endi bu joyda bir qancha ustozlar turibdi. Ustozlar haqida gapirsak, o kechgacha gapirsak ham ozazlar. Ustoz qanaqa ustoz? U birinchi sinfdan boshlab qo'limizga ruchkani ushatib, yozib, o'rgatib, bilmasak hammamiz shunday bo'lganmiz boshimizda. Qo'limizda ushatib, yozib o'rgatgan. Do'stlarga chiqarib yozdirib o'rgatgan. Demak, bu joy yuqorida aytganimizdek haqiqiy ilm maskani bo'lgan insonlarni ilmga tarbiyalab qo'yadigan joy ekan. Alloh bu joyni yanada obod qilsin. Mutasaddi bo'lgan bu hamma ustozlar, direktorlar, zam direktor, zavuch hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Chiroyli holatda turibdi, ilohim ko'z tegmasin. Endi so'zimizni oxirida bitta narsaga urg'u bermoqchimiz. Azizlar, yosh kattalar o'tiribmiz, ota-onalar. Tez har bir inson o'zini maktabidan xabar olib turish kerak. Qanaqa qilib? Keling, nabirangiz o'qiyotgan bo'lsa ham darsga kirib o'tiring. U orqa patariga o'tirib olib, sizni o'g'lingiz, qizingiz, nabirangizni darsi qanday bo'lyapti, qanday o'zlashtiryapti, shuni nazorat qilishlik kerak. Agarchi mana Ta'limul Mutallimi Ta'liqot ta'limi degan kitob bor. Madrasalarga kirganda yangi talab ilmlarga o'qitadigan kitob. Ilm olguvchiga ilm olishlik sirlarini o'rgatishlik degan kitob. Shu kitobda keladiki, bir inson yetuk inson bo'lishlik uchun deydi, 3 ta inson harakati kerak. Ota-onasini, ustozni va o'sha ilm olayotgan shogirdni. Agar uchalasi teng harakat qilsa, keyin ko'zlangan maqsadga yetib boradi. O'ylaymizki, hammamiz tez nabiralarimiz, o'g'il va qizlarimizdan xabar olib, bu ustozlar bilan bog'lanib, maktabga kelib tursak, maktabimiz yanada bundan da obod bo'ladi. Bu joydan yoshlarda shunaqa yetuk zehnlari bor. Ilohim shunday katta o'qishlarga kirib, kelajakda katta amalda ishlaydigan, xalqparvar, yurtparvar, el uchun jon kuydiradigan yetuk mutaxassislar chiqadi degan umiddamiz. Endi yana bu sport majmuasi haqida to'xtab qo'ymoqchimiz. Mana shu joyda turgan yoshlarning harakati bilan bo'lgan. O'zidan o'zi bu qolmaydi. Yuqorida aytganimdek, hamma inoq, aql bo'lganligi uchun shu narsa bo'ldi. Ilohim buni ham bardavom qilsin. Endi bir yo'li xoyrul kalam kalamulloh. So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi. Bir ikki oyat Qur'on o'qiymiz-da, keyin duo qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Parvardigor olam. Ulug' maskan, maktab yuqorida aytganimizdek ilm oladigan, ta'lim oladigan maskanda turib, o'zingga iltijo qilib, qo'llarimizni duoga ko'tarib so'rayapmiz. Parvardigor, so'ramoqchi bo'lib turgan duolarimizni ijobat qil. O'zing va'da qilgansan-ku, duo qilinglar ijobat qilaman degan amring bor. O'sha amringga, buyrug'ingga muvofiq duo qilmoqdamiz. Va'dangga muvofiq qilayotgan bu duolarimizni o'zing ijobat qilgin. Ya Robbi, avvalambor bu maskanlarda xizmat qilib o'tgan qancha ustozlar bor. Ilohim hamma umidvor bo'lib o'tganlarning ruhlarini bugungi kundagi qilingan ehsonlar va o'qilingan Qur'onlarning sharofatidan ruhlarni shod qil. Yotgan qabrlarni Qur'on nurlari bilan o'zing munavvar va muattar ayla. Ya Robbi, bu maskanda kelajakda mana bu ta'lim tarbiya olayotgan farzandlarimiz orasida shunday insonlarni chiqarginki, xalqimizni yaxshilikka chaqiradigan, yurtimizga foydasi tegadigan, bu yurtimizni, qishlog'imizni butun dunyoga tanitadigan yetuk insonlarni chiqmoqligini nasib qil. Parvardigor, bu yosh ulug' otalarimiz, ichkaridagi mastura onalarimiz hurmatidan Parvardigor yurtimizdagi bu tinchlik, xotirjamlik ne'matini o'zing bizlarga bardavom qil. Mana bu ehsonga xizmat qilib turganlardan o'zing rozi bo'l. Xossatan mana bu stadionni qurilishida yoshlarimiz ko'p g'ayrat qildilar, shijoat qildilar. Ilohim bulardan o'zing rozi bo'l. Albatta tashqarida ishlab yurgan, musofirchilikda yurgan, lekin qalbi shu qishlog'imizga bog'liq bo'lgan qancha yaqinlarimiz bor. O'shalarning sa'y harakati bilan ham shu nasib tashkil bo'libdi. Parvardigor, u safarda yurganlarni o'zing hifz himoyada saqlagin. O'sha joyda yurar ekanlar, istarasni issiq, so'zini o'tkir, maqomini ulug' qilib, yaxshi ishlab, haloldan rizqlanib, o'zlari o'ylagandan ham bir yaxshiroq natijalarga ega bo'lib, yana xursandchilik kunlarda oila a'zosi bilan yuz ko'rishmoqligini nasib qil. Parvardigor, yurtimizni, qishlog'imizni, mahallamizni bundan-da obod qilgin. Mana shu maktabda bosh bo'lib turgan hamma rahbariyatdan o'zing rozi bo'l. Ta'lim berayotgan ustozlarni rizqiga barakot ber. Ta'lim olayotgan shogird o'quvchilarning himmatini ziyoda qil. Zehnlarini o'tkir qil. O'rganayotgan ilmlarni ilmi nofiy, ilmanadun qilib, kelajakda katta o'qishlarga kirib, bitirib, yaxshi bir xodim bo'lmoqliklarini o'zing nasib qil. Parvardigor, yosh ulug'larimizni umrini uzun qilgin. Bularni duolarini ijobat qilgin. Allohim, hammamizga hojatimiz bor. O'zing ko'rib turibsan, bilib turibsan. Nimaiki hojatimiz bo'lsa, hojatlarimizni o'zing ravo ayla. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min hizzi dunya va zabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat. Evet, Çilbaş Hoca Kemal'ın nizamdan qattiq xizmat qildilar. Haqiqatan doim aytyapmiz, ot o'rnini toy bosadi deb. Ilohim Hoja Kemal o'g'illarini kelajagini parlaq qilgin. Kelajakda shunday boy badavlat, saxiy insonlardan qilginki, qaysi joyda bir sadaqa joriy bo'ladigan o'rinlar kelsa, o'sha joylarga o'zi bosh bo'lib, namuna bo'lib xizmat qilmoqlarni nasib qilgin. Parvardigor maqsadlarni hosil qil. Mana bahor faslida turibmiz, yana bir narsani eslab qo'yaylik. Qilayotgan dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, tijorat. Ilohim hamma ishlarimizga o'zing madadkor bo'l. Boshlangan bu bahor faslini biz uchun manfaatli, barakotli, rizqimiz keng bo'lmoqligini o'zing nasib qilgin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat hamila. Gettiga ochilish bor.
Asadbek Asharamda rasmga olmasin. Bor, kelavering. Gel içeri. Rasmga ham olgin, rasm diyor. Başladı ha. Kirgiler. Kamerachilar. Sırası koyma. Yoshlarimiz orasida shunday buyuk insonlar chiqsinki, tarixda qoladigan, nomi o'chmaydigan, yaxshi yodlardan chiqadigan Allohning o'zi nasib etsin. Bu ishdan holatga yetgunga qadar kimni qo'li bilan, moli bilan, tili bilan dalolat qilgan bo'lsalar, Parvardigor hammalarni xizmatlariga yarasha ajr mukofotlarni o'zing ko'paytirib bergin. Ilohim bu joyda yashovchilarimizni o'zing qilgin. Hammamizni ikkala dunyoda ham o'zing suygan, o'zi yorug' baxtli bandalarni qatorida qilmoqligini nasib Mahmud. Deniz adamı. Başla yorgular. Alan si lo puedo. Arkadaşlar, umut lazım stadionda.